Hamma narsalarni solib qo'ydim. O'qishdan qachon kelasiz? Hamma narsalar so'rganim shunday. O'g'lim deyman. Hamma narsani o'zim solyapman-da, oyi. Xotining o'zi solaveradi. Kim o'qishga ketib qolsa, men ham sog'inib qolaman. Ha, qo'lim bilan o'zim. Sen o'tirgin, men bu yerda o'tirgin. Aya, men shunday kirib o'zim narsalarni taxlashib yuboray. Odam sog'inib qoladi. Men ham sog'inaman-da, yangi uylangan. Qaysi ko'yningiz soli, oqinimi, qoranimi? Bilmayapti. Men o'zim cho'kib sotdim. Mana bu bankalarni men senga beraveryapman. Mazza qilib yeb ichgan, lekin bankalarimni qaytarib olib keldim. Mana endi bo'l, endi mana tayyorsan. Uyga kiraman. Ochqich olib chiqay, ha? Mana chamadaning tayyor ketishga. Uyga kirib chiqay, motinnag'am olib chiqaman. Hozir kirib chiqsang, uzoqda kelib qolasan. Hozir kirgizmasam, shanba kuni yetib kelasan. Hozir kirib chiqay, har soatda kelaman. Yur ketdik, taksi keldi, yur. Xafa bo'lmang kelin. 3 kunda qaytib keladi. Eshitdinglarmi? O'qish 9-dan bo'ladigan bo'pti-yu. U yig'ishtirgan uyni men barda qilaman. Abi, o'zi bo'psan.